Kokosh, ma. Qayerga ketgan bu mushukcham? Asalcham, qarasanga nima olib keldim. Men bilan sen bu. Voy, namuncha chiroyli. Qayerdan oldingiz? Shirinligini bularni. Qayerdan olardim? Bergan pulingni oldim-da. Yoqdimi? Judayam yoqdi. Yoqqandan xursandman Asalcham. Rosti tanlab qimmatga oldim o'zim. Voy, bu meni yoshligimdagi eng yaxshi ko'rgan multfilm qahramonim-ku. Rahmat sizga. Rahmatga hojat yo'q Asalcham, yoqqanidan xursandman. Endi shu o'tirsang, sen bilan bitta maslahatli ishim bor edi. O'tir. Tinchlikmi? Sizni-ku shunaqa gap boshlasangiz tema qaylargadir taqaladi. Qani boshlaychi, nima gap ekan? Nimaga sen unaqa meni ko'nglimga ozor berib, har xil chp problemalar durasan? Asalcham, shu desang, meni qarindoshim bor-ku, uzoq qarindoshim. O'shani bitta qo'shnisini qarindoshi kasal bo'lib qopti. O'shaning uchun operatsiyasiga ozgina. Nima? Siz yetim edingiz. Hech qanaqa qarindoshingiz yo'q edi. Endi qayerdan paydo bo'lyapti bular? Endi millashgacham, bilasan-ku, yaqinda Instagram ochdim. O'sha Instagramga videolarimni qo'ydim. Ana birga aylanib yurganimizni o'sha yerdan meni qarindoshlarim topibdi. Ana pastda nima kommentariyalarga yozishibdi. Tanidingmi? Men seni xolavachching, tog'avachchingman deb. Ha, ular ham pulni hidini bilibdi-da. Odamlarga hozir faqat pul kerak. Endi Asalcham, bilasan-ku, men ko'ngilcham, sof insonman. Kimdir yordam so'rasa, yordam qo'lini cho'zaman har doim. Yaxshi insonman-ku, o'zing ham shuning uchun yoqtirib qo'ygansan-ku Asalcham. O'shanga shu desang gap ochig'i, mayli, xafa bo'lmayman, ko'ngildan chiqaribdi, endi $1000 yetadi dedi.